Assalomu alaykum, Taqvo Mebel kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana biz birgamiz. Agar videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosishni unutmanglar. Va bugungi syomkamiz postavkalarimizda bo'ladi. Postavkalarni arzonini qilib o'tamiz. Xo'p, ustakamiz sizlarga begona emas, Hikmatullo akamiz. Sizlarda bo'lsa sandig'ini olib qo'yganmiz arzonini qilib. Endi bu safar postavkalarni arzonini qilib o'tamiz. Assalomu alaykum, Hikmatullo aka. Charchamayapsizmi? Sizingiz rahmat aka. Rahmat. Xo'p, mavjudlar mana sizlarga xudo xolasa patenga qo'yadigan postavkalarimizni 2025-yilga yangilik posonlarimizni chiqaramiz. Monolarimiz 23-24 larda chiqqan bo'lsa, trendga mebel chiqqan. Trendga chiqqan mebellari bo'lsa, ranglar, kraskalariga ham e'tibor bersizlar. Har xil rasyetkasi bor. Monolari 24 oxiri chiqqanlari zigzag deb qo'yiladi. Ochilib yopilishi, pirxoshkalar qilingan, mana ko'rishingiz mumkin. Pulini oxirida aytamiz, hammasini puli deyarli jicha-jichadan farq qiladi xolos. Kimga qanaqasi yo'qaydigan bo'lsa, ranglari, rasyetkalari qiziqadi. Xo'p, bo'lmasam bir chekkadan obzorni boshlaveramiz. Xo'p, boshladik aka. Sizlarga bor ko'rsatamiz. Bu ko'rsatamiz 2025-yil chiqqan emas. Ochilib yopilishlari, ichini kengligi, patikani qo'yishlari hamma taraflarda xudo xolasa bejijola. Xo'p, rasvetkalarni ko'rib o'tinglar, undan keyin narxini aytamiz. Xo'p. Bo'lmasiga ham e'tibor berasizlar. Kimga qanaqa palasi yoqadigan bo'lsa, xo'p, xohlaganlar to'rt tushgan, xohlaganlar yonboshga ketgan. Bunisi ham bor. Buni ham katta kichiklari bor. Bu 3 tali mana. Deganinglarni 3 tali. Buni 2 taligi ham bor. Xo'p. Bittalik desiz bittaligi ham bor. Xo'p, mana yana bitta posonimiz yangi. Bu yonboshga ochiladigan ekan. Yonboshga ochiladigani 4 ta polkali bo'ladi. Monorasi ham xuddi shunaqa. Xo'p, eng qizig'i narxini ham aytib o'tib ketaylik. Narxlari monolarimiz 750 ming so'mdan. O'nli. Bunisi 750 ming so'mdan 3 taligi. 2 taliga keladigan bo'lsak, 650 ming so'm. 650 ming so'm kamini qilib berasiz. 1 taligi 550 ming so'm. Xo'p. Agar Taqvo Mebeldan chiqdim deydigan bo'lsa, albatta narxini Taqvo Mebeldan yana chiqdim deydigan bo'lsa, yana arzon qilib beramiz xudo xolasa. Xo'p. Endi bu perixoshkaliklar qancha aka bular? Perixoshkaliklarimiz 1 million 200 ming so'm kami bor deydi. Oxirgi narxini aytib qo'ysangiz ham yaxshi bo'lardi. Endi kimga qanaqa? 900 ming so'm qilib beraman. 900 ming so'm. Xo'p. Agar meni kanalimni nomidan chiqib keladigan bo'lsanglar, xudo xolasa kamini qilib beradi yana. Mana katta patika qo'yadigan. Tepalari ham ochiladi ekanmi? Maladorli. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta polkali bo'ladi. Yonboshi polkali ochiladigan bo'ladi. Mana ikkita polkali bo'ladi bu yerda. Qo'yasizda yana mana akridan qilingan Xitoy xalqi. Sondalarga moslab turib olaman deganlar uchun. Ularnikini ham ko'rib turasizlar. Kimga qanaqasi yoqadigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar, rasvetkalar bor, Telegramdan yozsa yoki WhatsAppdanmi bo'laveradi. Rasvetkalarni tashab berasiz. Xudo xolasa. Polkali qilib ishlangan ekan bularimiz. Xo'p, shuning bilan bo'lsam bugungi obzorimiz o'z nihoyasiga yetdi. Patenka qo'yadigan postavkalarimiz bilan olingan videolarimiz. Agar videomiz yoqayotgan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Ustakamizning nomerini yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.